Bu Ronaldu himoyachilarni aqldan ozdirgan o'sha fint. Krish to'pni qabul qiladi va raqib bilan birga bir qoladi. Qarang, himoyachining tanasi chapdagi boshliq tomonga burilgan. Demak, agar Ronaldu o'sha yo'nalishdan o'tsa, to'pni olib qo'yish imkoniyati kattaroq. O'ng tomonchi. U yerda allaqachon yordamga kelganlar bor. Yana 3 nafar futbolchi. Ronaldu tushunadi. Chap qanot eng to'g'ri yo'l. Krish yaqinlashadi. Birinchi fint qiladi, lekin himoyachi aldanmaydi. Chunki Ronalduning tanasi haddan tashqari to'g'ri edi va bu darrov ko'zga tashlandi. U o'ng tomonga yo'nalmaydi, lekin bu tuzoq edi. Ikkinchi fint ancha tez bajariladi. Tananing burchagi o'zgaradi va endi himoyachi Krishga rostdan ham qarab qoladi. U ikkilanib qoladi va qaror qabul qilishga majbur bo'ladi. Va mana 3-chi fint. Himoyachi og'irlikni chap oyoqqa o'tkazadi va shu payt faqat o'ng oyoq ishora sifatida qoladi. Ronaldu esa uni chetlab o'tib